vatanparvarlar, bu ularning zavodi edi. Butun diqqatingni alfaga qarat. Har bir hind askariga beriladigan zardob. Haydovchini oting! Haydovchini! Askari eding. Men seni dada deb chaqirardim. Bu urush Sita. Urushni qaysi qoidasi senga bolaligimni tortib olish huquqini berdi? Urushda qoida bo'lmaydi. Lekin uning bahosi bo'ladi. Bu bahoni bir bola to'ladi. Ammo bugun bir askar sendan qasos oladi. Men senga hammasini o'rgatganman. Sen meni yenga olmaysan. Bu esa seni eng katta xatoing bo'ladi. Bugun men seni alfa emas,